Xitoy doiralari Beijing Yunus Emre institutining Uyg'ur o'qituvchisi Qurbon Ablazni Urumchiga oilasini yo'qlashga borganda tutib ketgan. Turkiyada o'qishni davomlashtirayotgan yuzlagan Uyg'ur o'quvchi necha yil ilgari ta'tilda vatanga borganda Xitoy soqchilari tarafidan tutib ketilgan. Jazo lageriga evatilgan, turmaga tashlangan yoki pasporti musodir qilingan edi. Qrim xabar agentligining xabariga qaraganda, Xitoy doiralari Beijing Yunus Emre institutida ishlaydigan Uyg'ur o'qituvchi Qurbon Ablazni 2023-yili 8-oyda oilasidagilarni yo'qlab bormoqchi bo'lganda tutib ketgan va turmaga qamagan. Qurbon Ablazning Turkiyada o'qiganligi uchun turmaga tashlanganligi mo'ljallanmoqda. Ma'lum bo'lishicha, 2016-yili Turkiyada universitet bitirgan Qurbon Ablaz 2021-yildan 2022-yilgacha bo'lgan oraliqda Turkiyaning Saraybodagi bosh elchixonasida tarjimon bo'lib ishlagan. Keyin Beijingda ochilgan Yunus Emre institutida ishlashga boshlagan. Hong Kongdagi bir sud mahkamasi 29-yanvar dushanba kuni Xitoyning eng chong uy mulk shirkati bo'lgan Xingda Guruhini 330 milliard dollar qarz bilan hisobotni bo'g'ishga buyurgan. Sud mahkamasining bu qarori Xitoyda hukumat iqtisodiy krizisining texmo cho'nqirilishining oldini olish uchun tiziltayotgan bir paytda Xitoyning davolg'ish ichidagi pul muomala bozoriga zanjirsimon ta'sir ko'rsatadiganligi qayd qilinmoqda. Egilinishcha 330 milliard dollar qarzga bo'g'ilib, dunyoni zilzilaga solgan Xingda guruhi 2021-yildan beri vayron bo'lganligini e'lon qilishdan o'zini qochirib, shirkatni qayta tartibga solish uchun texnik ko'p vaqt berishni talab qilib kelgan. Amerika davlat xavfsizlik bosh maslahatchisi Jack Sullivan bilan Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yining 26 va 27 yanvar kunlari Tayland poytaxti Bangkokdagi uchrashishida taraflar Qizil dengiz qatnashishining hujumiga uchrash masalasida kengashalmagan. Politika, ya'ni siyosat gazetining xabar qilishicha, bir Amerika hukumat amaldori 2 kunlik suhbatda Amerika taraf Yamanlik Xusi harakatlarining Qizil dengizda savdo paraxodlariga hujum qilishni to'xtatish uchun Xitoyning Eronga besim ishlatishni qo'lga keltirishda muvaffaq bo'lmaganligini aytgan. Koreya tamojnisi tarixdan buyonqi eng chong o'zak atkazchiligiga qarshi harakat elib borgan bo'lib, ko'lami 11 million 600 ming dollar qimmatidagi 53 ming o'zakni o'z ichiga oladi ekan. Egilinishcha, Amerika texnikasi qo'llanilgan strategik o'zaklarning Koreya orqali Xitoyga atkaz qilinganligi oshkorlangan. Sharqi Janubiy Osiyo allari ittifoqining diplomatiya ministrlari Laosda uchrashib, Xitoyning Janubiy dengizdagi harakatlari va Bermaning eng yangi taraqqiyotlari to'g'risida suhbatlashgan. Aloqador bayonotda deyilishicha, tashqi ishlar ministri yig'in jarayonida Janubiy dengizdagi talash-tortishlar, dengiz okean bexatarligi va Xitoyning harakati qatorliq masalalarni, shundaqla Bermadagi eng yangi vaziyatni muzokara qilgan. Tesla va SpaceX şirketining qurg'uvchisi, ijtimoiy aloqa shubhasi X'ning xo'jayini Elon Musk o'zlarining insonlarning mingisini kompyuterga ulashni maqsad qilgan turda yangi bosqichga qadam qo'yganligini e'lon qildi. Musk o'zining bu maqsadda qurgan Neuralink shirkatiga tava sistemsiz o'zakning tunji qatim muvaffaqiyatli holda insonlarning mingisiga ko'chirilganligini e'lon qildi.